kasal onaxon bilan farzandini olib borib qo'yganda barsetkani yodidan chiqib qoldirgan deb turib video qo'ygandim. Bu barsetkani juda ko'pchilik kommentda yozgan, ichini ochib ko'ring. Omonatda ichini ochib ko'rib bo'lmasdi. Shuning uchun mana bugun sizlar bilan birgalikda ichini ochib ko'ramiz. Sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Agar menga kontent kerak bo'lsa, men $100 любой joyga tiqib ketib, kontent olaveraman jigarlar. Mana bu barsetkani sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Mana unda zaryadchiga mana unda puli, sim kartasining raqami ham yo'q ekan, hech narsasi. Naushnigi, dorisi, ruchka, tarog'i, zajgalkasi, bloknotchasi bor ekan. Bugun molni mana 06/06/26-yilda bugun molni Botir aka qassobga 21 millionga sotdim deyapti. Qassoblarga jo'natinglar bu videoni, iltimos qilib qolgan bo'lardim. 12 million berdi, 9 million qoldi. Banisaga 4 million to'ladim, 2 million 100 ga dovri oldim deyapti. Bu yerda qolgan yana yozuvlari bor, lekin raqam hech qanaqa hech narsa yo'q. Boshqa yozuvlari ham bor ekan, o'qimadim. Sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Mana unda dollari, mana unda mana so'mlari, qancha puli borligini o'zi yaxshi biladi. Bu videoni maksimal darajada tarqatinglar, istoriya qo'yinglar, post qo'yinglar, o'z egasini topaylik. Banisaga deb turibdi, demak muhtoj odam deb o'ylayman.